Hop, yaxshi. Mana bu yerda ham qotirib qo'yishim kerak. Hop, to'xtanglar, mana bu yerda ham qotirib qo'yaman. Bu yerni ham okey. Voh, menimcha yaxshi bo'ldi. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va men yangi videorolikimga xush kelibsizlar. Bolalar, buni qaranglar. Men yangi soat olgandim. Bu stulga e'tibor bermaysizlar. Qo'shnimnikidan olib turgandim. Bilasizlar, men stulga umuman o'tirmayman. Sababi meni o'zimning kravatim bor. Okey, hop, qo'shnimga hali aytib berishim kerak. Kecha nima desam bo'ladi? Kecha qoqaman deb qo'shnimdan mana bu stulni olib turgandim va qoqish esimdan chiqib mana shu ustiga qolib ketgan va uxlab qolganman. Mana hozir ertalabdan turib, drill mana bu yerda edi, drillim bor o'zimdan. Mana shuni oldim. O'zim mana shuni qotirib qo'ydim. Hali betimni yuvganim yo'q. Mayli, hozir bunday olamiz. Aytgancha, sizlarga katta rahmat. 2000 tadan ziyod obuna chiqib beribsizlar. Sizlarga juda katta rahmat. Bolalar, kelasi maqsadimiz 3000 ta bo'lish va qiziq. Bu yerda nima bo'lyapti ekan? Hoppa, yana nima bo'libdi ekan? Xo'p, qo'shnimga hali aytib berishim kerak desam, hamma qishloqlar yig'ilib olgan. Qo'shnim ham o'sha yerda ekan. Xo'sh, qani hozir bu yerda nima bo'layotgan ekan? Oh my god. What's that? Va bu yerga yaqinlashma Shahis. Mer, nima bo'lib bu yerga tushmadim. Qisqasi, bu yerga osmondan nima desam bo'ladi, kislotali yomg'ir yog'ishi ehtimoli kutilmoqda. Nimaga? Bilsak agar yaqinda bizni yonimizga bizni yaqinimizga bitta urush bo'lganda, bizni yaqinimizga Bolalar, shoshmanglar. 2 sekund mana shu videoga e'tibor qaratinglar. Qaranglar, Telegram kanalimizda 713 ta obunachi bor. Va do'stlar, buni 1000 ta obunachi qilsanglar, mana men yuzimni ko'rsaman deganman. Hammalaringiz yuzimni so'rayapsizlar, yuzingizni ko'rsating va moddaringizni tashlang deb. Tezroq mana Telegram kanalimizdan 1000 ta obunachi qilinglar va shularning hammasiga erishinglar. Va mana ma'lumotlarim ham bor do'stlar. Telegramga qarab bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Telegram kanalimizga o'tinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. ha, adashmasam eshitgandim. Qisqasi o'sha yonimizga portlash bo'lgandan keyin o'sha kislotali yomg'irlar bulutlarga aralashib qolgan va kislotalar bulutlarga ta'sir qilgan va hozir kislotali yomg'ir yog'ish ehtimoli kutilmoqda. Mana bulutlar ham kelmoqda. O'zi bilsangiz, har doim bizning qishloq mana shunday bulut. Menga umuman farqi yo'q. Buni qara. Kislotali yomg'ir ozgina yomg'ir yog'ib ketganda buni qanaqadir eritib tashladi. Nima, shu yerga faqat yog'dimi? Bo'lishi mumkin emas. Birgina tomchi tomsa bo'ldi. Mana shunday bo'lib ketadi. Buni qara ahvolda. Uzoqroq tur, zaharlanasan. Okey. Hop, shunga hamma qishloqlar yig'ilib nima qilyapsizlar? Hozir buni bartaraf qilmoqchimisizlar? To'g'risini aytsam ketib bormoqchimiz. Qaqqa nimaga menga aytmassan, ha? Qo'shni sani mana bu stulingni olib turgandim, shuni qaytarib berdim. Mayli, rahmat. To'xtang, hozir mensiz ketmoqchimisizlar? Uzr, senga chipta yo'q. Avtobus o'zi bizga manzilga yetyapti. Tushunmadim. Mayli, avtobusning orqasiga bagajiga ketsam ham bo'laveradi, roziman. Yo'q, uzr bo'lmaydi. Qanday qilib bo'lmasligi mumkin? Axir men ham sizlarni nima desam bo'ladi, qishloqdoshlaringizman. Sen zapdan jetarmasan, davay, yo'qol. Mayli, hali ko'rasiz. O'zingiz pushaymon bo'lasiz, okey. Bilganingni qil. Davay, qishloqlar latsalarni oldinglarmi? Albatta. Undan ketdik. Bilganingni qil. Bolalar, buni qaranglar ahvolni. Salomlashdimmi? Albatta, salomlashdim. Bolalar, buni qaranglar, mana bu yerga tashlab ketishmoqda. Albatta, o'zim har doimgidek bunker quraman endi. Lekin bundan oldin bolalar, hop, sizlar o'zi yaxshimisizlar? Bitta gapim bor-da sizlarga. Bolalar, men maktabga o'qiyman. Shunchalik katta odam emasman. Agarda katta odam bo'lsam, mana bu yerga o'tirib olib YouTube'ga video qilmasdim. O'zimning ishlarim ham bo'lardi. Va men hozir maktab o'quvchisi bo'lganligim sabab uzr, tamom sal og'riyapti. Maktab o'quvchiligim sabab men ishlamayman va hozir YouTube'ga ko'rib qolaman, bir ikkita darsliklar bo'ladi, video darsliklar. O'zimizda maktab uchun, o'quvchilar uchun video darsliklar bo'ladi, lekin unaqa video darsliklar juda ham kam ko'riladi. Nimaga bilmayman. O'zimning videolarim bilsanglar, agar sizlar poddershkalaringiz bilan 30 mingta, 40 mingta, 50 mingta, 100 mingta, 200 ming, 400 mingtagacha borgan, 500 mingtagacha borgan, lekin milliongacha bormagan hali. Mayli. Ko'raman, shunday 400 mingta, 100 mingta bo'ladi meniki, lekin ularni videolari 7 mingta, 5 mingta, 3 mingta bo'ladi. Aytaymi nima uchun? U ham o'qituvchilar bizga qo'yib beradi va ko'ringlar degani uchun shunday ko'paygan. Nimaga bolalar bunaqa videolarni ko'rmaysizlar? Sizlarga yoqmaydimi, ha? Axir dars qilish kerak. Mana esa bolalar darslaringizni bo'lib maza qilib
Endi muammolarim yo'q deb, deb o'tirib dam olib ko'rsanglar bo'ladi bolalar. Menga qarshiligim yo'q, dars qilasizlarmi yo'qmi, lekin yaxshi emas-da bolalar baribir ham. Okey, xo'p, hozir biz o'zimizga kerakli narsalarni zakaz qilib olamiz. Nima deysizlarmi? Hozir biz bunker uchun narsalar. Bilaman, hozir mer hamma ombordagi narsalarni olib ketyapti. Aniq bilaman, u xasis quzg'onchiq. Shu sababdan hozir shunday zakaz qilamiz. Kelganda naqd qilib to'lab yuboramiz. Pulim normal ko'p. Okey. Yaxshi bo'ldi. Zakaz qildim. Xo'p, 1 soatda keladi. 1 soat ichida yomg'ir yog'ib qolsa nima qilaman? Mayli, shalib yaxshi bo'lib qolar, mayli, merlar ketsin. Mayli bo'lib bo'lmasa, men hozir zakazim kelgandan keyin video rolikni yoqqanman. Okey, xo'p. Qayerdan o'chirilardan video rolik? Xo'p, bolalar, mana o'zimni zakazlarim keldi. Ana endi bularni hozir bitta-bittalab olaman-da, bunker quraman. Albatta bunker quraman. Mer nimaga qolibdi ekan? Bironta narsasi qolib ketgandir-da. Ammo qishloqlar ketdi fikrimcha. Mayli. Bironta narsasi qolib ketgan bo'lsa, qaytib kelgan bo'lishi mumkin. Qachonlar ketgandi bilsanglar agar mer. Okey, xo'p, tutib turinglar, telefon bo'lyapti menga. Okey, xo'p. Allo. Okey. Necha minut qoldi? Minut deysizlarmi? 120 minutmi? Okey, 2 soat, ha? Xo'p, mayli. Xo'p, bolalar, mana telefon bo'ldi. Menga telefon deganim nimasi bo'ladi? Mani ogohlantirishdi. Okey, mayli, hozir 2 soatda tezda mana bu bunkerlar uchun narsalar olib kelib qo'yganman. Shunday qurib tashlayman. Xo'p, qo'shnimiz to'lanib ketmabdi, mayli, hech qisi yo'q. Bunda mayli bo'la. Voy, va nihoyat mana qurib bo'ldim o'zimni bunkerimni. Lekin bolalar hozir bilmadim, qanaqadir kislotalimi yo bombalimi? Buni qaranglar, hamma yerda o'pirib tashladi. Boki bu qanaqadir kislotami nima? Bilmadim, qayerdandir kelyapti bunaqa bombalar. Zaharli emasmi? Hozircha ko'ringani yo'q. Mana bu yerda ham ochib olib. Tezroq hozir dorini ichmasam zaharlangan bo'lishim mumkin. Hozir yutalib qoldim, buni hidini hidi keldi-da. Kerak, hozir yo'q qo'yishim kerak. Xo'p, qani nima bo'lar ekan? Вообще boydan beri portlayotibdi. Hozir bazirga qurdim bunkerimni. Okey, xo'p, mayli. Xo'p, yaxshi. Xo'p, notebooklar bir nimalar qurolmadim, uzr bolalar, ulgurmay qoldim. Okey, xo'p, bo'ldi. Mana shular. Mana bu yerga ham bor ekan-ku. Okey, xo'p. Mana yaxshi. Bo'ldi, xo'p. Xolodilnikka muzlatgich hech kim yo'q ekan. Mayli, mana bu yerlarni qo'yib qo'yganim yaxshi. Okey. Hoppa, normal. Bo'ldi, xo'p, mana buni kiyib olaman. Xo'p, bular bor. Xo'p, buni kiyib oldim. Yo, bular tursa mana shu yerga. Xo'p, okey, mayli. Bolalar, hozir meni bitta kutib o'tirmasam bo'lmaydi. Вообще charchab ketdim. Qani endi biron nima bo'lgandan keyin videoni yoqaman. Bilmadim bolalar, yana nima bo'ladi? Вообще tushunmay qolyapman. Bu qanaqadir bombami portlaydigan yoki shu portlaydigan bomba va zaharli kislotami? Вообще tushunmay qoldim. Mayli, hozir videoni o'chirib turaychi, qolganini bilib boramiz keyin. Voy, bolalar, hozir bilmadim-ku nima bo'lyapti. Shunchalik zilzila bo'lib ketdiki, nimadirlar bo'lib ketdi. Tushunmadim. Mana bu narsalarim qayerga qo'yib bo'ldi? Endi qanday qilib chiqsam ekan? Hoppa, radiatsiyaga qarshi dorim bor. Okey. Hop, yaxshi. Mana bu bor. Hop, qanday qilib yo'q bo'lib qolgan bo'lishi mumkin? Hop, admin yozibdi. Sizning kaskalaringiz va bu narsalaringiz tortib olindi, sababi noqonuniy. Qanday qilib noqonuniy bo'lishi mumkin? Men hozir qanday yashab qolaman? Bu admin boki вообще jonim yetdi. Qani tashqariga chiqib ko'raychi, nima gap ekan? Bolalar, bilmadim. Do'yim, вообще zilzila bo'lib ketdi. Qani nima bo'lgan ekan? Bu yog'i menga ham juda ham qiziq. To'xtadi-da bolalar, bir 10 minut oldin to'xtadi. Okey. Opa. Oh my god, what up bro? Nimalar bo'lib ketgan bu yerga? Voy, tegirsam bo'lar ekanmi? Op. Voy. Qanday qilib o'tsam ekan? Mana bu yerdan o'tganim yaxshi, teginmaganim yaxshi. Oppana. Yaxshi, xarosh. Bolalar, buni qara. Voy. Tezroq ch. Bolalar, buni qaranglar. Oh my god. Вообще. Voy, mana buni. Voy, bilmadim, nima deyishni bilmayapman bolalar. Oppa. Yaxshi. Oppana, yaxshi. Xarosh. Voy, asra. Mayli.
Bolalar buni qaranglar, bilmadim hozir nima qilishni ham bilmayman. Atrofim вообще o'ralib tashlagan nimadirga. Qanaqadir narsam ekan bilmadim. Ishqilib men kasal bo'lib qolmasam bo'ldi kelasi videorolikgacha. Voy bolalar buni qaranglar, oppa yaxshi. Hop, yaxshi ham unchalik ko'p yog'mabdi desam, buni qaranglar, bunchalik ham ko'p ham yog'adimi yomg'ir degan. Hop, ochilib qolibdi. Yaxshi, havo ochilibdi. Oppa, hop, mana bu zaharli suv bo'lmabdi bu yer hozircha. Yaxshi. Mayli, nima ham derdik. Bolalar bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, sababi bizda 3000 ta obunachi bo'lishimiz kerak bolalar. Tezda 2000 ta obunachi qilib berdinglar. Qani bu video orqasidan 3000 ta obunachi qilib bersalar juda ham ajoyib bo'lardi. Bolalar, shu videoroligimda kimni kommentariyasi ko'p, like yig'sa, mana o'shani kelasi videorolikka shuni skrinshotini tepaga chiqarib ko'rsataman. Mana bizning ajoyib kommentator g'olibimiz deyman. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr. Sog', salomat bo'linglar. Aytgancha bo'laman, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'pti.